Mana shu holatdagi teplitsalarni ekologiyaga ziyon yetkazmasdan, o'tin, ko'mir kotyollardan foydalanmasdan isitish va sovutish tizimlarini teplovoy nasos qo'ygan tartibda tashkillashtirib beramiz. Teplovoy nasos elektr toki bilan ishlaydi. Quyosh panel generatorlarga ulab turib foydalansa bo'ladi. Ichkaridagi tizimi отопление, topli pol, fan coil, konvektorlarga ulagan tartibda isitish yoki sovutishga ishlatsa bo'ladi. Agar sizda gektar, sotiq yoki undan katta kichik teplitsa bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qoldiraman. Bu nomerlarda Telegram bor. Joyingiz bo'yicha batafsil ma'lumot, razmeri, ko'rinishi, qanaqa ekin ekasiz, shu bo'yicha ma'lumot jo'natsangiz, sizga to'g'ri keladigan teplovoy nasos, narx-navosi, tok rasxoti bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Bu videoni teplitsasi bor tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Bizga obuna bo'linglar, bizani kuzatishda davom etinglar. Teplitsadan tashqari katta ob'yomdagi joylagan bemalol teplovoy nasos bilan isitish yoki sovutish tizimlarini tashkillashtirib beramiz. O'rta Osiyo bo'ylab Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonga ham xizmat ko'rsatamiz. Salomat bo'linglar.